6 metrli balkon, 4 xonali, 2 lamchi kreditga to'g'ri keladigan topib qo'ydim. Oshxonamizda turibmiz, kuxni garniturnamiz qilingan, gazlarimiz qilib qo'yilgan, moyish abo'ylar qilingan. Uyimiz 4-qavatda joylashgan, raziyani bo'lgan sanazonimiz. Bu yuvinish xonasi, to'liq kafil qilingan. Bu esa hojatxonamiz. Ichki eshiklarimiz yaxshisidan. Bu asosiy kiraver eshiklari. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz va to'rtinchi xonamiz. Birinchi xonamizdan ko'rsatib o'tishni boshlayman. Qo'llarimiz to'shab qo'yganlar, elta pardalar qilingan, markaziy issiq tizimlariga ulangan. Uyimiz 4 qavatli yangi g'ishtli domni 4-qavatda joylashgan. Dinamo bozorchani oldida. Bu esa ikkinchi xonamiz. Moyish abo'ylar qilingan, qo'llarimiz to'shab qo'yganlar, elta pardalarni ham qilganlar. Qandillarimiz yaxshisidan. Uyimiz 2 lamchi kreditga to'g'ri keladi. Bu esa 3-xonamiz. Moyish abo'ylarimiz qilingan. Prixoshkamizga qo'llarimiz to'shab qo'yganlar. Bu esa so'nggi xonamiz. 4-xonamiz. Elta pardalar qilingan, qandillarimiz ilganlar, moyish abo'ylar qilingan. Uyimizning joylashgan manzili Dinamo Kalcho, Shahnozobodning orqa tomonidagi domlada joylashgan 4 qavatli g'ishtli domni 4-qavatda 4 xonali uyimiz sotuvga qo'yilibdi 6 metrli balkoni bilan.